Har bir joyning o'z hikoyasi bor. Bu yer bir vaqtlar Salar, bugun esa Fayzobod. Yillar o'tgan, nomlar o'zgargan, ammo bu yer hamon o'zgarmagan. Bu yerda har bir ko'cha, har bir daraxt o'tgan avlodlarning nafasini saqlab turadi. Salar so'zining ma'nosi o'zi nima? Toshkentlik mahalliy rivoyatlarga ko'ra, qadimda Toshkentning Zol ismli podshohi bo'lgan va shu podshoh zax arig'ini qazdirgan. Aynan shu dostonga ko'ra Zolning o'g'li forslarning o'sha mashhur ko'plab afsonalar hamda rivoyatlarda keltirilgan Rustam bo'lgan. Rustam otasining qo'shinida qo'mondon bo'lib xizmat qilgan va ushbu qo'mondonlar Zol armiyasida Sipoh Salor deb atalgan va go'yoki aynan shu odam, ya'ni Rustam Salar arig'ini qazdirgan ekan. Shuning uchun ham bu nom Salarges nomi bilan bog'langan. Nega aynan Salarges? Salar bu suv yonida sobiq ittifoq davrida, ya'ni 1944-yil mart oyida Hashar yo'li bilan Salar gidroelektrostansiyasi quriladi. Ushbu GES O'zbekistonda qurilgan dastlabki gidroelektrostansiyalardan biri hisoblanadi va hozir ham GES to'la avtomatlashtirilgan yagona dispetcherlik punktidan boshqarilib, o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Shunday qilib, 1989-yildan boshlab ushbu mahalla odamlar orasida Salarges nomi bilan tanilgan va shu nom bilan 2018-yilgacha atalgan. Hozir esa ushbu mahalla Fayzobod mahallasi nomiga o'zgartirilgan. Qibray pivo zavodi 1970-yillarda o'z ish faoliyatini boshlagan ushbu zavod hozirgacha O'zbekiston bozorida o'z o'rnini nafaqat yo'qotmagan, balki oshirgan deb aytib o'tsak ham bo'ladi. Oradan vaqt o'tib 1989-yildan boshlab Qibray pivo zavodi nomi Rohatga o'zgartirilgan. Hozir esa O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi Inter Rohat bo'lib o'z ish faoliyatini yuritmoqda. 1989-yildan boshlab esa Qibray sovuq ichimliklari kombinati o'z faoliyatini yuritgan va aynan shu joyda O'zbekistondagi birinchi Pepsi Cola ishlab chiqarilishi boshlangan. 70-80-yillarga kelib Qibray pivo zavodi hamda konserva zavodlarida ishchilar soni ko'payishi oqibatida Qibray pivo zavodi tomonidan 8 ta, konserva zavodi tomonidan esa 4 ta ko'p qavatli uylar barpo etilgan va ushbu uylar ko'p yillar davomida zavodda ishlagan xodimlarga sovg'a qilingan. Undan tashqari komandirovka xizmatlarini o'tayotgan xodimlar uchun 2 qavatli kottejlar qurilgan. Hozirgi vaqtga kelib ushbu uylar bir necha egalarni almashtirgan, ammo odamlar hali hamon ushbu uylar kim tomonidan qurilganligini esdan chiqarganlaricha yo'q.